Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugungi videolarimizda tovuq ketaylari, tovuq ketay so'ragan akalarimizga, undan tashqari qo'y ketaylari hammasini narxlari bilan birma-bir yoritib o'tamiz. Tovuq ishqibozlari, qo'y ketay ishqibozlari, qo'yxona ishqibozlari, xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'rsalar, hammasini iloji boricha sizlarga obzorni qilib beramiz. Xudo xolasa birma-bir boshlaymiz. Birinchi tovuq ketayimizdan boshlaymiz. Qo'y ketaydan boshlaylik. Akalar, to'rtta qo'chqor boqaman degan akalarimizga uzunlasiga 2,5 metrga, eni 1,5 metrlik bitta xonasiga ikkitadan to'rtta qo'chqor boqsa bo'ladigan variantlarimiz. Bularimiz razmeri 2,5 metrga, eni 1,5 metrlik varianti. Tomlari poltaxtali qilingan, poltaxtalari ham bo'ladi. Orasidan go'ngi tushib ketadigan bo'ladi. Bularimizni narxi xudo xolasa 4,200,000 so'mdan to'rtta qo'chqorga moslangan varianti. Alohida qo'chqor boqaman degan akalarimizga xudo xolasa alohida variantidan qilganmiz. Bir-birini yemini talash yeb bermasin deganlarga urushib talashmaydi ham, alohida ajratib beraveradi. Razmeri 2,30 ga eni 1,5 metrlik. Bularimiz 3,5 million so'mdan qilib beryapmiz akalar. Xudo xolasa hammasini oxirlari konteyner list, poltaxtasi, sasna pol bo'ladi. Akalar, endi 6 ta qo'y boqaman degan akalarimizga xudo xolasa uzunasiga 3 metrga, eni 1,5 metrlik yig'ilib sochiladigan qo'yxonalarimiz. Bularimiz xudo xolasa narxlari 4 million so'mdan qilib beryapmiz akalar. Endi qo'yxonani ikkitadan 6 ta qo'y boqaman deganlarga xohlasalar mana shu bitta xonasiga ikkitadan xohlasa marshrutkani olib qo'ysalaring, общий yuraveradi hammasi. Bunga qulayligi ena bola boqaman deganlar, hali qo'chqori bilan solib qo'shib qo'yaman deganlarga zo'r variant qilingan. Oxirlarini qaranglar, alohida qilingan, 3 ga bo'lingan. 6 ta qo'chqorga razmeri 3,60 ga, eni 1,5 metrlik razborka-zborkali, narxlari 4,700,000 so'mdan akalar. Keyin qo'yxonamizni hozir boshida ko'rsatdik tomligini, shuni tomsizdan, rangi yashil variantidan akalar, tomsiz variantda shu holatda to'rtta qo'chqor boqadiganimiz. Xo'p, narxlari xudo xolasa 3,5 million so'mga chiqyapti. Buni ham o'sha poltaxtasi, handaqangi ajoyib suvchalaylar qo'yadigan joylari bo'ladi. Shunaqa ustidan suvchalaylarni qo'yib qo'ysa turaveradi. Xudo xolasa mana shunaqa chelaylardan 3,5 million so'mda. Akalar, endi alohida qo'chqor boqaman deganlarga 5 talik qo'chqorxonamiz razborka-zborka bo'ladi. Xohlagan joylaringizga stanovka qilsa bo'ladi. Razmeri 3,80 ga, eni 1,5 metrlik yig'ilib sochiladigan, narxlari 5,5 million so'mga chiqyapti xudo xolasa bularimiz. Endi keyingisi uzunasiga 2,30 sm, eniga 1,5 metrlik yig'ilib sochiladigan, oxirlarini neobichniy taklanadigan variantda qilganmiz. Xudo xolasa antikvardan so'raganlar, mana suvchalaylarni o'ziga taklab olib qo'ysalar ham bo'laveradi. Xalaq qilsa, shu yerda suvchalarni qo'yib qo'yasizlar. Oxirlarini bitta ko'tarsalaringiz chiqib kelaveradigan bo'ladi. Xohlagan joylaringga hali olib turib yumshoq qilgani ham zo'r qilingan. Bularimizning narxi alohida 3 ta qo'chqor boqadiganimiz 3,800,000 so'mdan chiqyapti akalar. Akalar, endi 2-3 ta qo'y boqaman deganlarga xudo xolasa yig'ilib sochiladigan, bemalol poltaxtali, xohlasa tomli, xohlasa tomsiz qilib beraveramiz. Narxi 1,900,000 so'mdan, 1,5 ga 1,5 razmerlari. Endi gala qo'y boqaman, ko'proq qo'y boqaman degan akalarimizga katta variantidan yasaganmiz. Bularimizning razmeri uzunasiga 4 metr, eniga 1,80, 10 ta 12 ta qo'y ketaveradi akalar. Tomli qilib mana shunaqa naveslari bilan qilib berganmiz. Xudo xolasa bularimizning narxi 6,5 million so'm, shunday holatda, komplekt holatda. Tomsiz bo'ladigan bo'lsa 5,5 million so'mga chiqadi. Endi boya ko'rganimiz oxirlari kirib chiqadigan variantimizni to'rttali variantida bularimizning narxi 5 million so'mga qilib beryapmiz akalar. Xudo xolasa to'rttaliklarini. Xo'p, akalar, 2 talik qo'chqorxonamiz taklanmaydi, yig'ilib sochilmaydi. Mana shu oxirchalari ham o'zidan shunaqangi chiqadigan bo'ladi. Shuni ilib qo'ysa turaveradi o'ziga. Bitta ilsalar o'ziga turaveradi. Shpingaletlarni kirgizib qo'yiladi. O'rtasiga yana suv qo'yadigan joylarigacha poltaxtalari qo'yilgan. 2 talik qo'chqorxonamiz 2 million so'mga qilib beryapti. Taklanmaydi buni. Razmeri 1,5 ga 1,5. Endi 6 ta, 7 ta, 8 tagacha qo'y boqaman deganlarga uzunasiga 3,5 metr, eniga 1,5 metrlik variantimiz yig'ilib sochiladigan, narxlari xudo xolasa 4,300,000 so'mdan akalar. Keyingisi 4 talik qo'chqorxonamiz alohida kiletkali, mana har birini alohida chiqqanmiz. Xudo xolasa oxirlari konteyner list, poltaxtali. Bularimiz 4,600,000 so'mga chiqyapti. 4 talik yig'ilib sochiladigan variantimiz.
Endi 4 metrli variantlarimiz bor. 4 ga 1,5 metrli 8 ta 10 ta qo'yib boqsa bo'ladigan tomsiz variantlaridan. Bularimizni narxi 4,700,000 so'mdan qilib beryapmiz akalar, xudo xolasa. Bundan tashqari gala qo'yib boqadigan akalarimiz ham mana shunaqangi oxirlarimiz bor. Ustida maytga somonini presini tashlab qo'ysa, oxirlamaytga tayli oxirlari bo'ladi. Yemini shatga to'kib yuborsa bo'laveradi. Yuvcha qilgani ham chiqadiganlar qilib oson qilinga shatga yemini to'kadi, tepasiga hachayini to'kadi. Bularimiz 16 ta qo'yga, razmeri 2 metrga, balandligi 1 metr, eni 65 santimetr, narxlari 1,600,000 so'mdan. Xohlovchilar uchun shuni bir tomonlamali varianti, qo'ylar tarafga shuni to'sib qo'ysalar, o'zlaring bu yonboshidan kelib yemini donini to'kaverasizlar. Mana oxirlarini o'zlaringiz suriladigan qilinga surib turib, surib turib, yana qo'ylar tarafga surib qo'ysalar ham bo'laveradigan holatda yasalgan akalar. Bularimizni narxlari 650,000 so'mdan metriga chiqyapti akalar, xudo xolasa. Endi keyingisi beda soladigan joylarni kattaroq so'raganlarga, beda soladigan joylarni kattaroq qilganmiz. Daladan o'tlarni o'ri-o'ri ichiga tashab qo'ysalar, kerakligini qo'yda tortib yo'radi, tushgani oxirlarning ichiga tushadi. Bu yerda aylantirib to'kib yuborsa bo'ladigan sharoitda qilingan. Oxirlariga tushgan rasxotini ham. Xohlachilar suvni quyib bersa, oluvchilar yemini beradi. Mana shu yonboshda qatirib qo'ysa bo'ladi oxirlarni. Bularimiz razmeri 2 metrga, balandligi 1,5 santimetr, eniga 70-75 santimetr bo'ladi. Narxlari 1,600,000 dan akalar. Mana bu holatda o'sha ustiga somon tashlangan holati. Endi komfort to'g'katay so'ragan akalarimizga to'g'kataylarimiz ham keldi, nasib. Taylarni plastmassa pol qilganmiz, oralari ochiq-ochiq bo'ladi, go'nglari yerga to'kilib ketaveradi pastga. Bularimiz razmeri uzunasiga 2,5 metr, uzunasi 2,5 metr, eniga 1,10, balandligi 1,25 santimetr bo'ladi. Bularimizning narxi 3,300,000 so'm chiqadi. Tayda patnislari bu yonboshida mana bunaqangi tuxumdonlargacha bo'ladi, xudo xolasa. Keling ko'rsating operator akamiz. Mana yonboshida tuxumdonlari bemalol tashqari tarafdan kelib tuxumlarni olib ichiga bo'lingan. Bundan foydalansa bo'ladi. Undan tashqari tayda qulayliklari, tayda patnislari bor. Go'ngi shuning ichiga to'planadi, shundan to'kib ag'darib olgani qulaylik. Oxirchalarini ham o'ziga maytdan bitta tortganda chiqib keladi. Yemini shuni to'kib to'g'la tarafga surib qo'ysa bo'ladigan bo'ladi. Bitta qog'oz bilan keladi, bitta surib qo'ysa to'g'la tarafga ketaveradi. Xo'p, narxi aytdi 3,300,000 so'm. Endi bundan ko'ra kichikroq varianti 1,90 ga, yana 1,10 lik variantidan buni ham yonboshida tuxumdonlari bor. Qo'ndaqqa joylar tashalgan, bu to'katalarimiz o'sha yig'ilib sochiladigan komfort holatidagi akalarimizga narxi xudo xolasa 2,800,000 so'mga chiqyapti akalar. Bundan tashqari yig'ilib sochilmaydigan prostoyroq to'rkatay so'ragan akalarimizga xudo xolasa oxirlar buni ham kirib chiqadigan bo'ladi. Bunimiz farqi xohlagan joylarga ustanovka qilib yerga o'rnatib oladigan bo'ladi. Tay yerda o'rnaydi. Bularimiz razmeri uzunasi 2 metr, eniga 1 metr, balandligi 1 metr, narxlari 1,200,000 so'mdan akalar. Yana ham kichikroqdan so'raganlarga uzunasiga 1,5 metr, eniga 1 metr, balandligi 1 metr, xohlagan joylarga o'rnatsalar bo'ladi. Buni ham oxirlari chiqadigan. Ularimiz narxi 900,000 so'mdan chiqyapti akalar. Xudo xolasa mana shunaqangi mahsulotlar zarur bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Eng asosiysi shunaqangi oxir yasaganmiz akalar, qaranglar. Bu ishga ketib qoladigan akalarimiz qo'yib boqish juda ham xohlaydi. O'zi ishda yo safarda bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa akalarimizga ertalab bitta zapravka qilib qo'ysa, 3 ta bunkerga bo'lib qo'yganmiz buni. Ertalab misol ertalabkisini, abidkisini, kechkisini yemlar shunga solib qo'yiladi, bo'lib rasxot qilib. Keyin bu yonboshida maxsus datchiklari bor. Shatdan programma orqali telefonda boshqarsa ham bo'ladi. Xohlasa mana shu yerda o'zi datchiklarni tugmalar orqali vaqtlarini, soatlarini kiritib bersa, o'sha vaqt kelganda, soat kelganda bu yemlarni qo'yga shu oxirimizni pastda ko'rayotgan oxirlarimizga to'kib beradigan bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, shu oxirimizga yemini to'kib beradi. Qo'ylar bitta kelib turib yonidan yeveradi akalar. Bularimizni narxi xudo xolasa 3,5 million so'mdan chiqyapti. Akalar, shunaqangi mahsulotlar zarur bo'lsa, qo'y kataylar, to'g'ri kataylar zarur bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qo'yinglar, xudo xolasa zo'r qilib, chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.